Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun Kaliforniya chuvalchangga qiziquvchi o'rtoqlar savollar tushgan. Tayyor bo'lgandagi biogamslar qanday ajratib olsa bo'ladi degan savollarga inshaalloh mana bugun yaxshi usulda ajratishlar ko'rsatib o'tamiz. Mana tayyor bo'lgan biogamsga mana yaxshilar yangi oziqalar qo'yganmiz. Chuvalchanglarimiz yaxshilarga o'tgandan so'ng tayyor biogamsimizni ilib olamiz. Qiziquvchi o'rtoqlar, like tugmachalarni bosib qo'yamiz. Obuna bo'lganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Videomiz keng tarqalishi uchun o'z hissalaringizni qo'shgan bo'lasizlar. Mana shunday qiziqtirayotgan savollarga javob berib o'tamiz. Tayyor bo'lgan biogamslarni chuvalchangdan qanday ajratib olamiz, uni batafsil tushuntirib o'tiramiz. Hozir mana yaxshilarimiz chuvalchanglar qanday holatda o'tganini ham bir ko'rib o'tamiz. Qiziqayotgan o'rtoqlar mana shunday yaxshi usulda ancha effekti yaxshi. Mana o'rtoqlar chuvalchanglar 4-5 kunga ancha o'tib bo'libdi o'zi. Yaxshi o'zi ko'payib yaxshida rivojlanishi ham ancha yaxshi. Ana. Mana o'sha chuvalchanglar ancha yaxshiga moslashib o'tib o'zi ko'payishdan boshlayapti. Telefonda qanday ko'ringan mayda lichinkalar. Ibi. O'rtoqlar. Mana ko'rinayotgan mayda lichinka. Kaliforniya chuvalchangi qiziqayotgan o'rtoqlar, shu biznesni boshlayman deb turgan o'rtoqlar bemalol boshlashi mumkin. Kimdan olib bo'lsa ham boshlashlar hozir ancha ko'payayotgan davr. Mana shu bir siqim go'ngda millionlab chuvalchang yotdi hali. 4-5 kun bo'lgan tashlangani. O'zi ko'payib mayda lichinkachalar bilan ana chuvalchang. Urug'lab yotdi o'zi. Mana o'rtoqlar. Mana mayda lichinkachalar. Juda ko'p g'ijim bo'lyapti mayda lichinkalar. Mana o'sha qovushib ko'payish mavsumida turibdilar. Mana qovushyapti shular. Qiziqayotgan o'rtoqlar, like tugmachalarni bosamiz. Qanday fikrlarimizda kommentariyada qoldiramiz. Mana yaxshi usulda juda sifatli chuvalchangdan ajratib olsa bo'ladi. Biogamsda ham tozagina chiqadi. Mana keraklilar. Hammamizga yangi oziqa berganmiz. Mana o'rtoqlar, oddiy mol go'ngidan yiliga yaxshigina daromad qilish mumkin. Buni qiziqayotgan o'rtoqlar biladi o'zi. Bizda ham ishlamashda jaydar video. Mana biogamsga bo'lgan ismaloqlarimiz 5-6 qayta terganmiz buni mana. Hozir ham shapaloq usulda mana ketdi. Ancha katta o'tib ketdi. Yaltillagan. Mana biogamsga piyoz ekkanmiz. Yaxshilar shivit ekilgan. Rivojlanishi juda zo'r bo'ladi. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.